76-yil 06 chiqoldi, zo'r holatda ekan. Mana balonlari yaxshi holatda. Salonlari. Mana qancha? 18 milliondan o'tib berishar ekan bemalol. Qanchaga? Mana ko'raverasizlar. Mashina metallari bor. Telefon nomeringizni aytavering. 97 lik 017 95 raqamdan bemalol chiqaverasizlar. 96-yil 06 chiqib qoldi. 1700 dollar ekan, ammo mashina yaxshi holatda. Ko'raverasizlar, mashina motorlari ham zo'r holatda turibdi, lekin motorlari ichki salon holatlarini ham ko'raverasizlar. Ana orqa salon holatlari ham zo'r holatda. Ko'raverasizlar, orqada ochiladi. Mana metanlargacha bor ekan, zapaskalar yo'q shekilli. Qarasini ishlattirdilar. Mashina telefon raqamlarini aytib berasizlar? 88 lik 418 1919. Shu raqamlarga bemalol qilaverasizlar. Mashina zo'r holatda. Ko'raverasizlar. 91-yil berashga o'z chiqib qoldi. Ko'raverasizlar, mashina motorlar yaxshi holatda. Narxi 22 million deyishyapti ekan. Mashina salonlar yaxshi holatda. Metallari bormi? Metallarigacha bor ekan. Metallariga zo'r berashga o'z orqalari. Afshifga chexol poli pataloy hamma yo'q qilingan. Mashina Anjondiki ekan. Ko'raverasizlar. Balon holatlari yaxshi holatda. Telefon nomerlarini aytib berasizlar? 91 lik 256 7 mi? 756 7202. Shu raqamlarga bemalol chiqaverasizlar. Perishka o'z qo'liga do'stlaringiz jo'natib qo'yasizlar. 91-yil yana bitta perishka o'z chiqib qoldi. Buni holati normal holatda ko'raverasizlar. Motor yangi qilingan ekan. Ko'raverasizlar. Mashinaning narxi qancha dedilaringiz? 15 million deyishyapti ekan. Metan nechtalik? 100 talik metan bor ekan. Hayır, ko'raverasizlar. Menga pritsepni qo'yib ham ketaverasizlar. Mazza qilib. Telefon raqamlaring? 90 90 585 585 8081. Shu raqamlarga bemalol chiqaverasizlar. Mashina zo'r holatda. 99-yil Volga chiqib qoldi. Ko'raverasizlar. Mashina yaxshi holatda. Old salon holatlari yaxshi holatda. Mana orqa salon holatlari. Orqa saloni ham yaxshi holatda ko'raverasizlar. Kraskalar qayerda? Petnolari bor ekan. Endi bo'lmaydi. Ko'raverasizlar. Mashina zo'r holatda, metallari ham zo'r. Damkiratlarigacha turibdi. Ana pritsep yana qo'yib ketaverasizlar bemalol. Mashina olasam, minasan degan mashina ishga haydab yuraversangiz ham bo'laveradi. Mashina lekin zo'r holat. Do'stlar, obuna bo'lib qo'yamiz. Bunaqa videolar bizga kamdan kam chiqadi, bunaqa Volgalar haqida. Ko'raverasizlar, stikla podiyomniklar qo'yilgan ekan. Maytkim durab ketdi. Ko'raverasizlar. Mashina narxi qancha? 2000 deyishyapti ekan. Mashina qayerdiki? Chimyondiki? Telefon raqamlaring? 91 lik 040 44 43 raqamlarga bemalol qilaverasizlar. Mashina zo'r holatda.